maskamiz prям realniy must have hamma uchun. Вот реально hammaga yoqadigan maska shu bo'ladi deb o'ylayman. Ko'z aknelarga, ровный tonga, qo'ralarga, salonitlarga yordam beradigan единственный maska men uchun. Peeling sifatida bugun ham sizlar bilan buni ishlatib ko'ramiz. Itak peeling sifatida yuzlarga yaxshilab siqib chiqazib olasizlar. Va barmoq bilan xohlasanglar ложечка ma'lum bo'ladi-ku, spetsial maskalarga nima deyiladi? Kistочка bo'ladi. Ложечка. И shunaqa qilib rasmizga siqib chiqaman. Buni hidi menga ro'yasam yoqadi. Shirin hid. Ну, цитрусовыйlarning hidi. Ichida shunaqa частичкалар bor. Прям как будто бы mandarin nima, живой mandarin buni ichida. Maza qilib shuni surib olamiz. Spa домашних условиях. Men где-то 1-2 minut kutaman, yaxshiroq ko'pirib oladim va keyin massaj qilib tashlayman buni. Pandachaga o'xshab qoldi. Что это? Уже 2 minutda ko'pirishga boshlab ketdi уже maskachka. Вот. И eng yoqtirgan joyim bu maskani shunaqa qilib ketkazish. O'z ko'rasizlar. Maza qilib o'tiraman, shunaqa qilib qarang. Shu bu tarafda yo'qotdik-a. Endi bu tarafini olamiz. Bu tarafimizni ham shunaqa qilib massaj qilib chiqamiz. Tam peelingni qilib, burunlarimizni ham chiqazmaymiz. Voy. Va bu joyimiz yana o'zi ko'pirishga boshladi. Shuni maza qilaman. Bu tarafni yaxshilab birinchi boshida tozalab olaman. Mana hozir o'ng tarafni tozalab olamiz. Keyin o'sha bu tarafga o'tib olaman. Bu tarafga ketishga boshlayman. Ko'pikchalarni. Все, endi yana bu tarafimiz oq bo'lib qoldi. Salqitcha boyagidek ko'pirib chiqadi. Nima buni kutmayman, yana peeling qilaveraman. Qachon o'ylayman, qachon o'sha mashinasi tugaydi. Ko'pirishni, lekin nima taqal tugamagan. O'sha shunaqa eksperimentni ko'rganman, umuman tugamaydi ko'pirish. Yana. Все bo'ldi, massaj qilishni tugatdim. Buni endi yuvorsak bo'ladi iliq suv bilan. Bu maskadan keyin yuzlar shunaqangi yaltirab turadi. Maza qilaman shu effekt ko'rganimda.